vizangizni ko'rsatib qo'ying. Haftaning juma kunidamiz. Alloh nasib etsa 2026-yildagi ish natijalarimizni har bir jarayonlarini prozrachniy holatda ofitsialniy YouTube kanallarimizda hamda Telegram, Instagram tarmoqlarida joylab boramiz. Sizlar qayerga harakat qilishinglardan qat'iy nazar, avvalo rezultati bor va ishinglarni yuradigan joyga topshirsanglar, hech qachon sarsonchilik bo'lmaydi. Xudo xolasa, mana shu narsani biroz bo'lsa-da siz bizga o'xshagan insonlar mana fikrini aytadi, eshitib, o'ziga yarasha bir tushunchani olasiz. Вот, моя жене вышла виза. Спасибо большое Шерзоду, вот еще Рахматуллаис. Они помогли, вот здесь официально у нас этот съемщик есть, который на видео снимает. Вот. Большое спасибо. Как обещал, как говорил, 3-4 месяца вот взяли. Теперь остается только yaqin o'rtada vizaga topshirib vizasini olgan insonlar ham bor. Ba'zilari 2 oy, ba'zilari 3 oy, ba'zilar 1,5 oy. Mana o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Akamiz ham mana Xorazm viloyatida o'tiribdi, ko'rsatib o'ting. Mana vizangizni ko'rsatib qo'ying. Akamiz ham mana vizalarni oldi, xudo xolasa. Har bir vizaga topshiradigan insonga, aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga omad tilab qolamiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa barcha batafsil ma'lumotlar berib o'tiladi. Mana bizning kompaniyamizga ishonch hosil qilib, daveriyat qilib kelgan insonlar bilan mana yorug' yuzlar bilan yaxshi chiroyli holatlarda ko'rishib turibmiz. Xudo xolasa hamma mamnun. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasiz. Soprovождение jarayonlarini ham birgalikda amalga oshiramiz. Bizni kuzatib borishda davom eting. Sizlar bilan Sherzodbek, hammaga omad tilab qolamiz. Xayr.